alaykum hurmatli obunachilarim. Bugungi xabarlar. Ertaga barcha davlat tashkilotlarida 1 soatga svet o'chadi. Ekologiya, atrof-muhit muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tashabbusi bilan O'zbekistonda 25 mart Yer vaqti kuniga bag'ishlab maxsus aksiya o'tkaziladi. Bu vaqtda vazirlik axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, aksiya doirasida barcha davlat tashkilotlarida elektr energiyasi 1 soat o'chiriladi. Maqsad tabiiy resurslar asrash, tejamkorlikka rioya qilish, bu orqali sayyoramizga hamkorlik ko'rsatish deyiladi xabarda. Shuningdek, vazirlik barchani ushbu aksiyaga befarq bo'lmasligi va bir kun davomida atigi 60 daqiqa elektr energiyadan foydalanmaslikka chaqirgan. Bu bilan siz yerning tabiiy boylikni asrash, avaylash va hissangizni qo'shasiz va boshqalarni ham sayyoramizga hamkorlik qilishga ruhlantirishga deyiladi.